Bu videoda siz $100 pulni 5x va 10x ga ko'paytirishni bilib olishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'ring. Dago o'rtoqlar, sizlar yaxshi dam oldinglarmi? Bu videoda Xudo xolasa yangi chiqayotgan loyihalar va ulardan misol uchun qanaqa qilib to'g'ri foydalanish mumkin. Kichkina depozitda davomiy ko'paytirishda xolasa polniy gaplashamiz. Birinchi bo'lib bizga вообще nima kerak bo'ladi? Bizga trading view kerak bo'ladi. Bizga konkretni normalni analiz qilishimiz uchun va xudo xolasa bizga kerakli saytlardan yangi chiqayotgan loyihalarni o'zimizga terib olamiz watchlistimizga. Misol mana shu yerdan bemalol o'zingizga anaqa qilsanglar bo'ladi, ko'chirib olsanglar bo'ladi. O'zingizlar tekshirib, misol uchun mumkin emas polniy o'zingizlar anaqa qolasizlar. Mana polniy yig'ib olganman. Bu yerda coinlar har xil, tam AI bor, tam sun'iy intellekt bor, mem coinlar bor xullas. Mana bu yerda lekin men o'zimga kerakli bo'lgan anaqalarni yig'ib olganman. Tam fundamental taraflama yaxshiroq bo'lgan coinlarni anaqa qilganman. AIC degan coin mana o'rtoqlar. Mana shu coinni men ishonasizlarmi, rosa kuzatuvdim-da. O'zicha mana qaranglar, bitta вообще zo'r fishka bor-da, mana shu pump bo'ladigan coinlarni holati qanaqa bo'ladi odatda? Narxi bitta joyda turib qolishi, misol uchun-da, mana narx bitta joyda turib qoladi yoki yig'ilib pastga tushadi, misol uchun. Biling bitta narsani aniq biling, narx bitta joyda bunday qotib qolsa takoyda yoki tushsa takoy yig'ilib tepaga katta bitta pump bo'lish ehtimoli 98%. Shunaqa bo'ladi. Mana sizlarga tushuntirib beraman, qaranglar. Mana bu yoqda ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar. Narx yig'ilib pastga yurib kelyapti-da. Misol narx yig'ilib pastga yurib kelyapti, bitta kichkina o'sish bor. Ya'ni yig'ilib pastga tushib kelyapti, bitta katta o'sish bor. Misol uchun mana polnis tozalagan hammasini, liquid degan narsa bor. Ya'ni odamlar tamomda shortga nima qilib kiradi. Shortga misol uchun anaqa stoplar qo'yadi, shuni hisobiga pul yig'iladi tepasida va natijada yig'ilgandan keyin o'shadan katta bitta pumplarga misol uchun duch kelishimiz mumkin. Itak bu yerda ham ko'rishimiz mumkin. Narx polniy yig'ilib pastga yurib kelyapti. Misol uchun mana bunaqa bir trend chizadigan bo'lsak, mana bunaqa qilib trend chizib olib turib, o'rtoqlar shortga kiradigan insonlar juda ham ko'p bo'ladi. Va shuni hisobiga o'rtoqlar tepasida liquid yig'iladi. Nima qilyapti price qaranglar. Tepasini yechmasdan turib, ya'ni tepaga bunday o'smasdan turib, chuqur bitta pastga qarab ketib qo'yapti. Ya'ni pastni tozalayapti birinchi. Polniy pastni tozalagan. Tepada qaranglar qanaqa ko'p ishi bor. Ya'ni tushunishimiz mumkinki, tepani ham tozalaydi. Tepani ham tozalashi mumkin. Ya'ni ehtimoli juda ham yuqori. Ya'ni 98% tozalaydi baba. Siz bunaqa paytda, например, bu yerda sotib olishingiz mumkin-da, bu yerda sotib olgan bo'lishingiz mumkin. Siz misol uchun bo'lib sotib olsangiz, o'shanda ancha yaxshiroq. Keyin yana bitta pastga yurgandan keyin necha foiz tushib ketdi mana shundan keyin mana. Misol uchun mana 30%. O'zi har 20-30% misol uchun sotib olishi kerak bo'ladi-da. Har 20-30% shu depozitingizdan bo'lib sotib oladigan bo'lsangiz, mana shunaqa bitta katta pam bo'lganda siz yaxshigina foydaga chiqib ketsangiz bo'ladi. Esingizda qolsin, faqat 20 yoki 30% tushgandan keyin sotib olishingiz kerak. 10% emas, 5% emas, 20-30%. Shu narsani esingizdan chiqarmanglar. Xo'p, nima bo'lyapti? 2x o'sish ko'rishimiz mumkin. Salkam 2x 180% ekan. Bu yomon emas, yomon natija emas misol. Bu yerda sotib olasiz, bu yerda sotib olasiz, misol bu yerda sotib olasiz. Bitta katta pam bo'lgandan keyin siz yaxshigina zararni qoplab foydaga chiqib ketishingiz mumkin. Eng zo'ri o'zi shu. Misol mana $100 depozitingiz bo'lsa hamchi, misol uchun hammasiga sotib olmasdan turib $10 ga sotib olasiz, yana 10% tushib ketdi, 20% tushib ketdi, yana sotib olasiz $10 ga. Mashtan qilib ishlaydigan bo'lsangiz bor, вообще shikarniy bo'ladi. Ya'ni pulingizni konkretni, ya'ni xavfsiz ko'paytirishingiz mumkin. Prosta endi bu narsaga bir xil insonlarning sabri chidamaydi. Shu deydi $100 dan men короче tam $1000 yoki $10,000 qilishni xohlayman. Сразу qila olmaysizlar-da, spotoviy yo'nalishda misol uchun sразу qilish imkoni yo'q. Chunki bu yerda leverage bilan savdo qilmaysiz. Ya'ni o'zingizning pulingizga savdo qilasiz, shuni hisobiga siz srochno bo'lib keta olmaydi-da, tushunasizmi? Ya'ni bo'ladigan yo'nalish konkretniy, mumkin bo'lgan yo'nalish. Mumkin bo'lgan yo'nalishda siz bunaqa narsa, ya'ni bunaqa o'yinchoq qilib tasha olmaysiz. To'g'ri, leverage-da mumkin bo'lmagan yo'nalishda qilishingiz mumkin bu narsani, lekin u mumkin bo'lmagan yo'nalishda. O'shancha unaqa iloji boricha unaqa narsaga aralashmanglar. Lutchi ozgina sabr bilan
ko'paytiradigan bo'lsanglar, xuddi shu $100 pulni ham spotda misol uchun $10,000 qilish mumkin kanishni. Men sizlarga mana tushuntirib beraman. Ayniqsa mana bunaqa loyihalar orqali siz misol uchun yaxshigina pulingizni ko'paytirib olishingiz mumkin. Shunaqa bu mana shunaqa AI lar qanaqa yuradi odatda? Bitta katta pump bo'ladi va price pastga bunaqa yig'ilib yuradi pastga. Siz misol uchun mana shunaqa bir o'rtalardan qiziqsangiz bo'ladi. Mana bu yerda mana ochiq qo'ygan zonalar bor, ya'ni FVG deb aytamiz. Mana shunaqa zonalarda odatda qiziqilinadi. Va xudo xolasa mana ko'rishingiz mumkin konkretniy pump bo'lgan. O'zi mana qaranglar, bitta narsadan bilib olsanglar bo'ladi. Hozir tushib kelyapti-da, to'g'rimi? Mana qaranglar. Mana price hozir bunaqa tushib kelyapti, takoy. Low'ini yengilab kelyapti, takoy. Pastga yurib, hozir nima qilyapti, endi to'xtadi. Ya'ni уже там koridorga, kichkina koridorga kirishdan boshladi. Bunday yuryapti-da. Mashtazga bunday yurib, mana qaranglar. Low yengilayotgani yo'q, mana bu low'li yengilayotgani yo'q. Уже там kirdi va bitta katta pump tepaga. Va nima qiladi har doim pump bo'lgandan keyin odatda, ya'ni 90% holatda korreksiya beradi. Ya'ni bunday pastga yurib beradi. Hozir bu yerda kichkina korreksiya bo'lgan va etakdali yana bitta katta pump, bitta chuqur korreksiya. Va etakdali yana joyiga qaytish bo'lyapti o'rtoqlar. Misol uchun siz mana shu korreksiyasidan ham qo'shilib olsangiz ham, mana shu korreksiyadan ham qo'shilib olsangiz ham, misol uchun siz yaxshigina foydada bo'lasiz, misol uchun 50%. 50% yoki mana shu yerdan misol uchun sotib olishingiz mumkin. Ya'ni уже там qaraysiz, уже biza koridorga kirdi. Hozir biza pump bo'lishimiz mumkin. degan anaqa bilan siz sotib olishingiz mumkin. Depozitingizni misol bitta qismiga, bir qismiga sotib olasiz. Например, price o'sib ketadi. Misol sotishingiz mumkin va yana mana bu yerda shu korreksiyasidan yana bitta qiziqishingiz mumkin. Yo'q, siz misol uchun 150% daromad olishingiz mumkin. Mashina o'zidan misol uchun mana 80% bo'lsa, примерно shu 130% ekan. Ya'ni fishkani tushundinglar? Faqat bitta narsaga e'tibor beringlar. Yurib ketayotganda qo'shilmaydi, ya'ni narx o'sib ketayotganda qo'shilmaydi. Har doim korreksiya berishi kerak. Ya'ni korreksiya nima o'zi? Korreksiya bunda o'sadi, bunda orqaga bunda qaytib berishi. Tushunasizmi? Ya'ni misol uchun mana bunda o'syaptimi? Bunda qaytib berishi bu korreksiyada, ya'ni qo'shilishga imkoniyat beradi, yetadi bozor. Короче, minus ustunga deydi. Короче, ustiga minib olasiz, tepaga короче. Shunaqa. Mana o'rtoqlar, bitta blogimiz bor ekan. Imенно mana shu blogimizdan, ya'ni mana shu demand zona hisoblanadi. Mana shu yerda misol uchun prям tepaga yurib beradi. Prям tepaga katta pump. Endi qarang, sababini ko'ramiz. Sababini ko'radigan bo'lsak, tepada likvid bor, ya'ni tepada mana misol uchun EQ high bor. Ya'ni ikkita teng high odatda keladigan bo'lsa, tepasida likvid joylashgan bo'ladi. Va hozir nima qilyapti price? Pasini yechdi, mana imini mana shu joyini yechib turib, etagidagi bitta katta pump bo'lganligini ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar. Misol uchun siz buni o'tkazib yuborishingiz mumkin, lekin misol uchun mana bu yerda korreksiya beryapti-da. Tepaga bunday yurib, bitta pastga korreksiya beryapti va etagidagi hozir maqomimiz, etagidagi tepaga yuryapmiz. Misol uchun mana qaranglar, 150%, например, 150 mashdan qo'shilsangiz ham 150% daromadda, 150% daromad qilsangiz bo'ladigan joy, например. Shunaqa. O'zi bunaqa ko'ylada siz misol uchun pastga kiyganda, например, bunaqa lowlarga kiyganda, misol uchun siz sotib olishga qiziqsangiz bo'ladi odatda. Chunki bular aytganimdek, shunaqa bitta joyga koridor bo'ladi va bitta katta pump bo'ladi, ya'ni pastga bunday yig'ilib tushadi, yana bitta katta pump bo'ladi. Mana shunaqa strukturada yuradi o'rtoqlar. Xuddi shunaqa strukturada yuradi. Siz misol uchun shunaqa lowga kiyganda, misol depozitingizni bir qismiga sotib olib, yana kelsa yana sotib olib, mana shunaqa qilib katta pumplarni ushlab olishingiz mumkin. Va по-любому shunaqa katta pump bo'ladi o'rtoqlar. Va sizlarga yana bitta narsani hozir men ko'rsatib beraman o'rtoqlar. Sizlarga aytdim, ya'ni bitta katta pumpdan keyin yig'ilib narx price pastga tushadi. Va yana nima bo'ladi? Yana bitta katta pump bo'ladi deb aytdim. Va ko'rishingiz mumkin o'rtoqlar, mana yana bitta katta pump mashina o'zi ham mana 268% bo'lyapti. 268%. Menimcha yomon emas-da, ya'ni $100 pulingiz misol uchun $368 bo'lyapti menimcha. Ya'ni $100 pulingizni o'zi $268 foyda olib kelyapti, например. Menimcha yomon emas deb o'ylayman. Misol uchun shu pulni kerak emas narsaga по-любому sarflaymiz. Ya'ni
rasxod bu rasxodda man tushunasizmi, ya'ni rasxod sizga foyda olib kelmaydi, ya'ni aktiv olib kelmaydi. Misol uchun aktiv sizga foyda olib kelishi mumkin, ya'ni cho'nchagingizga pul olib keladi. Naprimerda bir amallab turib inson naprimer mana shu aktivga yo'naltiradigan bo'lsa, shu $100 pulini sizga misol uchun shu $100 $268, balkim $300, balkim $400 foyda olib kelishi mumkin misol uchun. Tushunyapsizmi? Ya'ni aktivni ko'paytirishimiz kerak deb hisoblayman har doim. Chunki rasxod hech qachon tugamaydi. Rasxod doimiy bor. Har doim bo'lgan va bo'ladi doim. E'tiborni aktivga qaratishimiz kerak deb o'ylayman ko'proq. Bu yerda ham ko'rishimiz mumkin nima bo'lyapti o'rtoqlar. Narx yig'ilib qolgan bitta joyda, misol bu yerda ham yig'ilib qolgan va katta pump bo'lgan. Ya'ni mana shu pumpni o'zi ham necha 3x mi, 4x mi? Yo-mayo, tam mana 5x o'rtoqlar mana. $100 pulinglar misol uchun tam $600 bo'ladi, ya'ni $574 foyda olib kelgan bo'lardi. Shunaqa mayli misol uchun mana shu tepadagi misol mashitda sotmasanglar ham naprimer mayli bu yerda sotarsizlar, bu yerda sotarsizlar, bu yerda sotarsizlar, hatto 4x bo'lsa ham, 3x bo'lsa ham daromad qilsanglar, shuni o'zi ham katta foyda-da misol uchun-da. Siz misol mashitda o'siz daromad qilishingiz mumkin. Narx yig'ilib pastga yurib kelyapti. Siz bilasizki, yana narx otishi mumkin misol uchun-da. Siz misol uchun mana bunaqa o'rtada ham bunaqa narx to'xtab qolgan bloklarda misol yana qiziqishingiz mumkin. Mana shunda qiziqsangiz ham naprimer siz 50%, 60% yoki bir 120% daromadda misol uchun chiqib ketishingiz mumkin. Mana shu bo'layotgan narsalarni aytyapman o'rtoqlar. Mana bunaqa VIK degan narsalar bor. VIK, ya'ni misol uchun VIK bu mana candle bor-ku, svechani tanasi kichkina bo'ladi, lekin mana soyasi katta bo'ladi. Mana shu VIK deb aytiladi. VIK agar mana shu katta VIK bo'ladigan bo'lsa, o'rtoqlar bo'lmadiganda 0.5 ga kelishi kerak bo'ladi. Ya'ni mana shuni ham sabab qilib olsangiz bo'ladi misol uchun. O'sishiga sabab demoqchiman. O'rtasiga misol uchun siz take profit qo'yishingiz mumkin-da. Misol uchun mana ko'rishimiz mumkin, o'rtasidan, deyarli o'rtasidan bitta korreksiya bo'lgan, orqaga ozgina qaytish bo'lgan mana o'rtoqlar. Shunaqa katta bo'ladigan bo'lsa, shunaqa yuqoriga babi по-любому chiqadi. Va mana Real degan coinimiz ham o'rtoqlar. Price pastga yurib kelyapti. Mana bu yerda katta bo'shliqimiz bor. Bunaqa bo'shliq nima deyiladi? Bunaqa bo'shliqni yopadi, ya'ni FVG deb aytiladi. Bunaqa zonani price yopadi. Ya'ni narx keladi mana shu yoqqa bab demoqchiman. Yig'ilib pastga yurib kelyapti va aytagidari bitta katta pump. Endi katta bo'lmasa ham necha 50% mi? Yo'q, 50% emas, 143% ekan mashina o'zi ham. Umuman siz mashina o'rtasiga sotishni plan qilsangiz ham, naprimer, ya'ni take profitingizni mana shu qo'yib qo'ysangiz ham 140% misol uchun siz daromad qilib ketishingiz mumkin. Ya'ni mashina o'zidan foyda olib chiqib ketishingiz mumkin 150%. Bu yerda maqotda price yana o'sgandan keyin yana tushib turib, yana narx yig'ilib pastga yurib kelyapti o'rtoqlar. Va siz misol uchun tepaga yuryapti, yana bitta sekin ozgina o'sish, yana bitta orqaga qaytyapti. Siz misol uchun mashinalarda bitta qiziqishingiz mumkin-da. Bitta yana katta pam mashina o'zi ham 150% bo'lsa kerak menimcha. 2x ekan deyarli. Deyarli 2x ekan misol uchun. Misol mana hozirgi vaziyatlarda misol qiziqishingiz mumkin. Mana tepalarda ishi bor, naprimer mana viklar bor, hali o'rtasini to'ldirmagan misol uchun-da. Mana shunaqa paytda siz depozitni bir qismiga olishingiz mumkin. Mana bu yerda misol uchun mana vikimiz bor, hali ham buni to'ldirmagan. Shuncha mana sabab o'rtoqlar. Menimcha video foydali bo'ladi deb o'ylayman va sizga bitta zo'r taklif bor. Yana ham misol uchun chuqurroq o'rganishni xohlaganlar uchun men 3 ta dona darslik tayyorlaganman. U darslikda siz nimani o'rganishingiz mumkin? Siz misol uchun mana shunaqa pump bo'ladigan coinlarni chuqurroq o'rganishingiz mumkin. Mana qayerdan sotib olish mumkin, qayerda sotish mumkin va qaysi strategiyada shug'ullanish yaxshiroq. O'zim ishlatadigan strategiyani sizga o'rgataman va bunaqa katta o'sib beradigan, ya'ni 10x, 20x misol uchun 70,000% o'sib beradigan coinlar bor misol uchun. Qayerdan topish mumkin-da? O'shani siz aniq bilib olishingiz mumkin va shunaqa loyihalar bilan davomiy ishlashni o'rganishingiz mumkin imini o'sha darslik orqali. Va bitta no tarafi bor. Bitta narsa faqat 30 ta joy bor. Hammaga emas, chunki siz bu narsani o'rganganingizdan keyin men savol javob qilaman. Ya'ni nimani o'rgandingiz? Qanaqa foydalanyapsiz? To'g'ri foydalanyapsizmi? Mana shu narsani men kontrol qilishim kerak. Faqat 30 ta odamni qabul qilaman. Guruhga faqat 30 ta inson qo'shilishi mumkin va narxi 1 million, lekin 48 soat ichida qo'shilganlar uchun 60% skidkada qo'shilishi mumkin.
Va o'rtoqlar, bugun qo'shilganlar uchun sizlarga alohida bonuslar bor. Ya'ni VIP guruhga 6 oylik dostуп bo'ladi va elita memcoin PDF va bugun qo'shilgan odamlarning orasidan bitta insonni tanlab olib, birga bir konsultatsiyamda xolasa men o'tib berishim mumkin. 48 soat ichida qo'shiladigan bo'lsangiz, 60% chegirmada qo'shilishingiz mumkin. Agar bugun qo'shiladigan bo'lsangiz, ham chegirmada, ham 60% skidkada va VIP guruhga 6 oylik dostуп bo'lishingiz mumkin. Memcoin PDF variantini olishingiz mumkin va birga bir konsultatsiyada xolasa olishingiz mumkin. Kimga nasib qiladi, men bilmayman. Pastda men silka qoldiraman. Срочно administratorga yozinglar. Chunki hozir bu videodan keyin слишком ko'p inson yozadi. Bilmayman endi kimga nasib qiladi. Tezroq harakat qilgan inson va konkretniy inson mashtada o'tib bor, mana shu narsani o'rganaman, chuqurroq degan niyati bor odam menimcha tezroq harakat qilishi mumkin. Pastda silka bor, hoziroq yozib, joyizni band qilishingiz mumkin.